Hey yo bola, qandaysizlar? Xo'p, nimadir e'lon qilamiz. Mana bu o'yinda Rally Horizon degan o'yin. Mana poymonimiz nima qiladi? Boshqa meni hozirgi mashinami? Meni chotki Great deb yozdim. Sorunlar turibdi. Race Boss Career. World Tour Complete Festival Zone. Bu oyunu bayağı oynab qo'ydim. Endi u Offroad 3 ister. Konu ketdik. Ketdi. Skip. O'tkazib. Vay. Keldim. Bu grafikası вообще четкий. Qarang, atrofda вообще четкий ekan grafikasi. Eng oxirgi urindirda bizga xosda. Yozlashdim. Mayli ketdik. Bir mashina menga uncha yoqmadi. Chunki yurishini qaranglar. Bunda qanday poyga o'ynasa bo'ladi? Yana karyeradan mashina. Biz ko'rsatib qo'yishdan qayerga yetishimizlik yo'q, o'zimiz ham bilamiz. Buni bilmas ekan. Mana progressda joyida turgan-ku. O'shdan tezligimiz aytyaptim. 90 bo'lsa 90 tez bo'lsa kerak. Chunki boya o'ynab qo'ydim, 90 bo'lganda birpasda bo'lgan ekan. Hozir bo'lmayapti va eng oxirgi o'ringa keldimmi? Yo'q. Hali finish emas ekan. Bir minut, 1,5 minut. Voy, shunga qaraymanda nimadirlar bo'ldi. Bu 80% teridan o'tdik xolos. Ding. 19 metr orqada ekan. 30 metr qoldi. Qushim ko'p qo'y. Bunga qarayapti. Ikkinchi o'ringa keldim. Bizga xos, boshqalarga bexos. Nima? Skip. Qanday kirganimizni qilyaptik. Great. This is race. Great. Mana ko'rishchi mashinalarimiz